Men bunga loyiq odam. Menga o'xshagan odam hech qachon unday go'zalni sevib qolmasligi kerak edi. Juda og'riqli. Nafas ololmayapman. To'xtatinglar. Mani eshityapsanmi? Biz kasalxonaga deyarli keldik. O'lishimga qo'yib Biroz chidab tur. Tirikligimda biror yaxshi narsaga erishganim yo'q. Qiziq, qayta tug'ilishim mumkinmikin? Xudoyim, iltimos. Agar qayta tug'ilsam, keyingi hayotimda men ko'proq yaxshiroq bo'lishni xohlayman. Yumeko! 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 Xayriyat! Men hamshirani chaqiraman. Hamshira tugmasa. Anu, kimsizlar? Nimalar deyapsan, Yumeko? Biz seni ota-ona emas. Hazillashishni to'xtat. Yumiko? Nahotki u xotirasini yo'qotdimi? Joningga qasd qilib o'limdan qolding. Joniga qasd qilish? Qanaqasiga bunaqa qilishim mumkin? Men qattan bilaman, nima bo'lganda ham boshqa bunaqa qilma. Hozir. Yumeko, biror joying og'riyaptimi? Ish qilib yuzingda chandiq qolmasin de. Yuzim? Unga nima bo'lgan? Ko'zgu bormi? Albatta yo'q, sen ko'zgularni yomon ko'rasan-u. Telefoningni kamerasida ko'rsa-chi? Mayli, lekin o'tgan safardek sindirib qo'yma. Men shunaqa ko'rinmayapmanmi? Yumeko. Juda chiroyli bo'lib ketaman-ku. Bu silliq terini qara, yoqimtoy chaqnab ko'zlarni qara. Shoshmachi, bu oychaga o'xshagan narsa nima? Voy, mana lablarim-ku. Uyqusidan uyg'ongan pog'ayga o'xshabaman. Jinirsin namuncha yoqimtoyman. Iltimos, kimdir yordam bersin. Qizim aqldan ozibdi. Retrograd amneziya. Ha, ehtimoliy qilish natijasida miyasiga zarar yetgan shekilli. Buni natijasida odamning psixopatologiyasi o'zgarishi tez-tez uchrab turadi. Ishonish qiyin. Avvaliga o'z joniga qasd qilish, endi bo'lsa xotirasini yo'qotdimi? Endi qo'shnilarim bu haqida nima derkin? Bu nima deganing? Bu yerda Yumeko azob chekyapti. Ha, 4 qavatli binodan o'zini tashab, omon qolgani bir mo'jiza. Bu shunchaki mo'jiza. Yo'qotganim xotiramning bir qismi edi. Men hali ham gapira olaman va jismonan sog'lomman. Omadliligimni tasavvur qil. Hatto yonimda oilamam bor va men yolg'iz emasman. Biz bir oilamiz. Biz bir oilamiz. Biz bir oilamiz. Xo'sh, bu meni xonam. Voh, biroz tartibsiz, lekin juda yoqimli. Bu yerda yog'ochdan yasalgan shkafim, lekin juda ham zo'r. Shoshma. Bu xonada ko'zgu menga ko'rinmaydigan yerda bo'lishi kerak. Sen ko'zgularni yomon ko'rasan-ku. Demak, men o'zimga qarolmaganim uchun ko'zgularni yomon ko'rgan ekanman-de. O'shaning uchun o'zimni o'ldirmoqchi bo'ldimmi? Ha, meni telefonim. U bilan ba'zi ma'lumotlarni topa olaman. Hech nimani eslolmayapman. O'zimni deyarli bitta ham rasmim yo'q. Men yoqtiradigan joyim bo'rqat bo'lishi mumkin. Bular hammasi bitta kishimi? Juda ko'p va ularni barchasi yaqinlashtirilgan rasmlar. Yashirincha rasmga oldimmi? Men oldin kim bo'lganman o'zi? Yumeko. Qo'shnilar savol berib qolishi mumkin. Keyin ishxonangdagilarni ham uzoq vaqt qiyin ahvolga solib qo'yma. Qachon qaytishni rejalashtiryapsan? Ish? Men necha yoshdaman o'zi? 24 yoshsan. 24 yosh? Vau, men anchagina katta ekanman. Men kimnidir sevib qolganmanmi? Katta ehtimol bilan kimnidir sevib qolgan bo'lsam kerak. Yoki men masofparastmanmi? Mehnatsevar ayolmanmi? Men o'z joniga qasd qilishga urinish bilan vaqtimni behuda sarflamayman. O'tmishni eslash biroz qo'rqinchli, lekin kim bo'lganimni bilishim kerak. Yumeko. Ertadan ishga qaytaman.
Yana ish boshlash uchun qanday ajoyibgina. Rahmat, Quyoshjon. Kiyimim o'zimga juda yam yoqib ketyapti, voy. Deyali yetib keldim. Naqadar hayajonli. Ofis binolari o'rtasidagi parkmi? Bu qanaqa tuyg'u bo'ldi? Men buni his qilishim kerak. Lekin nimaga? Voy, buncha chiroyli. Yo xudoyim, tuzukmisan? Bu o'sha yigit. Biz bir-birimizni bilarmidik? Qanaqa qilib so'rasam ekan? Anu, Biz ilgari biror joyda uchrashmaganmizmi? yo'q. Shunda biz bir-birimizni tanimaymizmi? Demak, men uni yashirincha suratga olgan ekanman-da. Ahvoling yaxshimi? Hammasi yaxshi. Men doim ishdan oldin shunaqa bo'laman. Mana, biroz suv ichib olgin. Do'kondan suv topolmadim. Shuning uchun bu vodoporodni suvi. Yo'q, rahmat. Rostdanmi? O'zingni yaxshi his qilmayotgan bo'lsang, dam olishga chiq. Yo'q, bundoq qila olmayman. Voy, nega endi? Yaqindagina o'lim yoqasida edim. Lekin hozir biroz dam oldim va eng yaxshi holatdaman. O'lim yoqasida? Buni qarasa, qora doirachalar nima? Uyqusizlik terining eng yomon dushmani. Yuzing juda chiroyli ekan, behuda ketmasin. Bir nima bo'ldimi? Juda ham kulgilisiz. Agar noskarashma qilishga energiyang bo'lsa, ahvoling yaxshi bo'lsa kerak. Lekin biz bunaqa qila olmaymiz. Tezroq ishga borishim kerak. Men Kechir. Qiziq, nega yuzim bunchalar issiq? Vitse-prezident. Men sizni qidirib yuruvdim. Muammo bormi? Yo'q. Hozir yaxshiman. Ketdik unda. Hammani tashvishga qo'yganim uchun uzr. Ko'rib turganinglardek Yumiko Koda yana harakatga qaytdi. Bu rejalashtirish bo'limi, to'g'rimi? Hech kim Yumiko Kodani tanimaydimi? Albatta taniymiz, lekin shunchaki juda ham o'zgarib ketibsan. Nima deb o'ylaysizlar? Qizarib ketishimni bilgandim. Lekin Marjon meni juda chiroyli ko'rsatdi. Namuncha chiroyliman, o'ynanib ketdi. Koda. Sen omon qoldingmi? Kim so'rayapti? Bilasizmi, boshim o'rib oldim va xotiramni yo'qotdim. Men hatto kimligimni ham bilmayman. Hech narsani eslolmaysanmi? Yo'q, o'shaning uchun menga biroz yordam kerak bo'lishi mumkin. Barchani qo'llab-quvvatlashini qadrlayman. Shundoqmi? Yaxshi. Men rejalashtirish bo'limi boshlig'i Mezano bo'laman. Ya'ni seni boshlig'ing. Mendan xohlagan narsani so'rayver. Ajoyib. Hamma Kodaga yordam bersin. Terma? Balki men shunchaki asabiylashayotgandirman. Koda, yangi mahsulot yig'ilishga tayyormisan? Ketyapman. Nahotki hech narsani eslolmasang? Yo'q. Unda bugun shunchaki o'tirib tomosha qilishing mumkin. Albatta, sen ilgari ham hech narsa gapirmasding. Shoshma. Nima, men michg'ovmidim? Unaqa bo'lsa uzr so'rayman. Yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Birinchi navbatda. Ismingizni so'rasam maylimi? Ha, albatta, hamkasbing Saki Tamayman. Tamay xonim, men olib ketgan ekinganingiz uchun rahmat. Bundan juda ham xursandman. Arzimaydi. Kartoshka chipslari. Ularni juda yaxshi ko'raman. Uzr. Qani, g'oyalaringni bir eshitaylikchi. Lekin ularni hammasi jim bo'lib qoldi. Yuqori rahbariyat juda injiq. Jam, ular seni eshityapti. Jamoa yordamga muhtoj ko'rinyapti. Juda yaxshi. Endi navbat menga. O'zim ajoyib g'oyalarimni tashiyman. Hech narsa o'ylab topa olmadim. Qiziq, men biror ishga qodirmikinman o'zi? Yon daftarim. Voy, bularni hammasini men o'ylab topganmanmi? Shunaqa geniy bo'lganmanmi? Yo'q,
O'zimdan shunchalik nafratlandimmi? Butun umr o'zimni yerga urib yashaganmidim. Bu axir uvol-ku. Baribir menda hech qanday fikr yo'q. Mendayam. Shoshmanglar. Menga juda ham yaxshi fikr kelib qoldi. Koda? Yozdaganda tarvuz, muz va ramun ichimligi xayolimga keladi. Kelinglar, undan rang-barang xushbo'y kukun tayyorlaymiz va chipslar bilan aralashtiramiz. Yo'q, ularni alohida yemaganim ma'qul. O'ylashni o'zi meni bezovta qilyapti. Rosa yegim kelyapti. Shirinligiga aminman. Aslida ha. Nima? G'alati bo'lishi mumkin, lekin ijtimoiy tarmoqqa portlatadi. Koda sukutni buzib g'oya taklif qildi. Demak, bu haqiqatdan ham qiziq bo'lishi mumkin. Yaxshi, bizni boshqa gapimiz yo'q. Nima bo'lishidan qat'iy nazar bizni ayblamang. Janob Domay. Sizlar ham yigitlar. Aytgancha ijtimoiy tarmoq nima degani? Sen buni ham unutdingmi? Ko'rishguncha. Och qolib ketdim. Senga qiyin bo'lgan ekan, Kodasan. Lekin seni g'oyalaring tufayli uchrashuv muvaffaqiyatli o'tdi. Hayot. Mukammal. Assalomu alaykum, Yumiko Koda eshitadi. Bu Aoyama politsiya bo'limidan ofitser Tanigava. Naqadar katta sevgi. Bu Aoyama politsiya bo'limidan ofitser Tanigava. Politsiya? Ular meni maxfiy suratlarimni biladimi? Siz ishingizga keladigan bo'lsak, biz dastlab bu o'z joniga qasd qilishga urinish deb o'ylagandik. Lekin bu qotillik qilishga urinish bo'lganiga asosli gumonimiz bor. Qotillik? Voqea joyidagi avariya narvonini panjarasidan barmoq izlarini topdik. Lekin joylashuv o'zingiz sakraganingizni ko'rsatyapti. Yiqilishdan oldin biror narsani eslay olasizmi? Afsuski yo'q. Ha. Bilasizmi, men xotiramni yo'qotib qo'ydim. Yo'q, buni eshitganimdan afsusdaman. Nima bo'lganda ham biz bilan gaplasha olsangiz. Xo'p. Tilli deydimi? Lekin kim, nima maqsadda? Nahotki o'sha odam bugun ertalabdan beri maxfiy josus bo'lsa? U meni yo'q qilmoqchi bo'ldi, chunki menda uning rasmlari bor. Yoki menga erishish uchun harakat qilgan erkaklar bo'lgandir. Agar meni tanlamasang, seni o'ldirib, bir umrga o'zimniki qila olaman. Yoshashma. Bu o'sha erkaklardan birini sevib qolgan ayol bo'lishi mumkin. Kim meni rashk qilib o'ldirmoqchi bo'ldi ekan? Erimni ilintirishga qanday hadding sig'di? Sen manjalaqa. Yo xudoyim, bunaqa go'zal bo'lish gunohmi axir? Chiroyli qizlar ham ovqatlanishi kerak. Tamachan, tushlik qilmoqchimisan? Senga pizza yoqadi, to'g'rimi? Men bilan yur. Men bilan. Yo'q, men bilan. Men o'tgan safar Hayashi bilan birga borgandim. Hozir parhezdaman, shunga pizza yeolmayman. Nima qilsam? Yoqim toy. Barmog'iga o'rab olgan. Tamay xonim, bugun uchrashuvda qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Men juda ham hayajonda edim. Muammo yo'q. Men shunchaki seni qo'llab-quvvatlamoqchi edim, chunki sen juda ham kam gapsan. U ham go'zal, ham ajoyib xarakteri bor. Yoqimtoy va mehribon, yerdagi farishta. Voy, men farishta emasman. Sizlar juda ham yaxshilar. Yo'q, biz sen haqingda gapirmayapmiz. Qo'y, biz birga tushlik qilishimiz kerak. Lekin men u bilan ketmoqchi edim. Yo'q, men. Qo'y, urishmanglar. Men bilan birga tushlikka borishni xohlasanglar, mayli, hammamiz birga boramiz. Sen bilan bormoqchi ekanligimiz kim aytdi? Mayli, hech kim sizlarni kelishga majbur qilmayapti. Qani ketdik. Ochimdan o'layapman. Tamachan. Hammasi juda ham mazali. Ishtahasiga qara. Bu xuddi 3 kunlik ovqatga o'xshaydi. Agar siz bu bilan shug'ullansangiz, men buni qilaman. Hay, meni kroketim. Shuning uchun ham semiz bo'lsang kerak. Men bunaqa demagan bo'lardim. Men o'z proporsiyamni saqlay olaman, chunki to'yib ovqatlanaman. Qaniydi senga o'xshasam, Koda. Ortiqcha ovqat yesam, yuzim yumaloq bo'lib ketadi. Hammasi joyida. Ayollar biroz ortiqcha vazn bilan yanada jozibali bo'ladi. Shuning uchun ham parhez tutish shart emasmi? Juda ham kulgulisan, bor-u, Kodasan.
bo'sani tetiklashtiradi. Rahmat. Bosim nuqtasini bu joyga ham bosib ko'rishing mumkin. Samay xonim, sen juda ham bilimdon ekansan. Vau. Ish stoling kutubxonaga o'xshaydi. Ko'p o'qigan bo'lsang kerak, ha? Bo'sh hech narsa emas. Men boshqa narsalar ham qila olaman. Vau. Sen buyuk kollektor ekansan. Ichidagilarni kuzatib borishga harakat qilaman. Go'zallik bo'yicha aytsam, men ham sendan qolishmayman. Albatta, ehtimol. Lekin ish stolingni tartibga keltirishing kerak. Ha, to'g'ri aytasan. Vau. Men juda ko'p narsalarni yozib yurarkanman-da. Hoy, Koda. Nega yig'ilishda to'satdan gapirib qolding? To'g'risini aytsam, mana bu daftar sababli. Bu yerda shunaqa ajoyib g'oyalar bor ediki, lekin ilgari gapirishga jur'atim yetmagan bo'lsa kerak. Lekin sen buni noto'g'ri deb o'ylaysanmi? Ishonchim komil. Oldinlari shirinliklar haqida o'ylashni juda yaxshi ko'rganman. Hozir ham shunaqa. Ha, yaxshi-yu. Koda, yangi mahsulot taqdimoti haqida seni fikringni qo'llashga qaror qildim. Yuqori rahbariyatga o'z takliflaringni taqdim etishga tayyorlaning. Tushunarli. Boshliq Mayzonada menga yoqmaydigan bir gap bor. Nimaligini bilmayman, u xuddi miyamdan oldin tanam reaksiya berayotgandek. Tamay, bu hujjatlar qandoq ketyapti? Ha, ularni sizga 3 soatda tayyorlab beraman. Eshitganimdan xursandman. Hech kim sen kabi hujjatlarni tayyorlamaydi. Voy. Bu maqtovdan xursandmasga o'xshaydi. Nimaga unaqa ekan? Tushunmadim. Balki ertaga Tamay xonimdan so'rarman. Qiziq, uni yana ko'rarmikinman? Voy, vaqt tez o'tyapti. Men hali chiroyli ko'ylaklar sotib olishim kerak-ku. Biror narsani ishqib bozib bo'lsin, xarid qilish juda ham qiziqarli. Hatto o'sha odamni bir marta uchratgan bo'lsang ham, hatto ular bilan boshqa uchrashmasang ham. Aniq bilaman. Men oldin u yigitni sevib qo'yganman. Ehtimol u bilan gaplashishga jur'atim yetmagandir. Lekin men hozir nima qilishim kerakligini bilaman. U bo'tda emasmi? Yo'q, lekin uni uchratishimga ishonchim komil. Xayrli tong. Yana ko'rishganimdan xursandman. Suv, bugun rostdan ham suv olib keldim. Hammasi joyida. Men o'zimnikini olib keldim. Kechagi kun uchun rahmat. Bu tabassumni bosh ekranimga qo'yishni xohlayman. Nimadir bo'ldimi? Sen botga har kuni kelasanmi? Ha, ishga jo'nashdan oldin. Nega shunaqa? Chunki men uchun muhim deb o'ylayman. Men seni qattandir taniydigandek his qilaman. Rostdanmi? Kechirasiz, balki unutgandirman. Yo'q, aslida men unutganman. Bilasanmi, men yaqinda xotiramni yo'qotdim. O'tmishni eslolmayman. Haftadan boshimni urib olganman. Siz ko'p narsani boshdan kechirgansiz. Lekin bilasanmi, hozir har bir kun sarguzasht. Hammasi juda yangi va qiziqarli. Voy. Siz chindan ham kuchli odamsiz. Sen bilan yana gaplashishni xohlab qolaman. Ha. Manam balki do'stlashib qolarmiz deb umid qilaman. Keling, yana uchrashamiz. U yana ko'rishaylik dedi. Men uni ismini so'rashni unutibman. Balki bu romantikroqdir. Xayrli tong. Voy, xayrli tong Tamay xonim. Hoy, bugun yoqimtoy ko'rinmaysan-ku. Rahmat. Sendan bir narsani so'ramoqchi edim. Uzr, hozir bandman. Balki keyinroq. Nega bunaqa dedim? Men butunlay o'zim haqimda o'yladim. Hey, eshitdinglarmi? Birinchi bo'limdagi semiz qiz fikri ma'qullanganmish.
Kodan aytayapsanmi? Xotirasini yo'qotgani sababli u endi ko'ngli ochuvroq deb eshitdim. Afsuski, u semiz va xunukligini o'zgartira olmaydi. Umuman olganda, u anu Pikmi Tamaydan yaxshiroq-ku. Eshitishimcha, o'sha qiz g'oyasi hech qachon ma'qullanmagan ekan. Nimaga o'zi rejalashtirish bo'limida ishlaydi? U shunchaki yigitlarning e'tiborini tortadi. O'ylaymanki, tez orada turmushga chiqib ishdan bo'shab ketadi. Men aralashmoqchi emasman, lekin Voy, Koda. Tama. Tamay xonim ishdagi erkaklar yaxshi ko'rishi mumkin, lekin buni nimasi yomon? U o'z ishida ham, tashqi ko'rinishida ham qattiq ishlaydi. Ishonchim komilki, u tez orada ajoyib g'oyani taqdim etadi. Bilasizlarmi nima? Yuzim va badanim menga hadya etilgan. Nimaga rashk qilishinglarni tushunmayman. Lekin ishonchim komilki, sizlarda ham ajoyib fazilatlar bor. O'zingizlarga ko'proq ishoninglar. Xonim. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Avvallari semiz indamas qiz eding. Sen shunaqa qolishing kerak. Tamay xonim yordamisiz o'zim urinib ko'rishim kerak. Hech qisi yo'q. Buni oldim. Yo'q. Mani yon daftarlarim. Ular yo'qoldi. Play Market va App Store'dagi anya.uz ilovasi uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Dream Kimura Yami. Rejissyor Mukallaf. Tarjimon Jabborov Izzatbek. Timing ustasi Sado. Keyingi qismlarda ko'rishguncha. Salom, Yumeka shodda. Yo'q joydan ish chappasiga ketsa, sizni ham jahlingiz chiqadimi? Bunaqa zamonlar sirli chiroyli erkaklarni talab qiladi. Go'zal qahramon sifatida paydo bo'lish kerak. Keyingi qism parkdagi odam va vitse-prezident. Keyingi hafta yana ko'rishamiz degan umiddaman.